Sohangizdagi eng katta muammo nima? Masalan, sohangizdagi bo'layotgan qaysi kamchilik sizga yoqmaydi? Shu sohada ishlayotganingizga necha yil bo'ldi? 3 yilda Abay markazini ochganimizga 3 yil bo'ldi faoliyatimizga. Bizada 3 xil mahsulotlar bor: sog'lomlashtiruvchi, kosmetika va uy-ro'zg'or buyumlari. Tadbirkorlik sohasida undan oldin ham ishlaganman, lekin aynan bu sohaga hali ko'p bo'lmadi kirib kelganimga. Ochki linzalar bilan shug'ullanamiz. Shu xalqimizga shu ko'zlarini ochish uchun yordam beramiz-da, shu qo'limizdan kelguncha. Sohangizdagi eng katta muammo nima? Hozirda kamchiliklar yo'q, lekin endi masalan Instagram qanaqadir kanallarda yurg'izib, yana ham klient ko'paytirishdi. Bizadagi kamchiliklar Instagram, YouTube shu marketing sohasini rivojlantirish, xudo xolasa kelajakda bundan ham mana shunaqa ofislardan ko'proq ochish maqsadimiz va globalga chiqish. Sohada endi biza birinchi yangilik qilsak, shu sohada ishlaydigan odamlar baribir hozir xohlaysizmi, xohlamaysizmi, ko'chirmachilik bo'ladi-da shu. Siz olib kelgan dizayn yaxshi ketyaptimi, boshqalar ham olishga harakat qiladi-da shuni. Biz bugundan tadbirkorlarimizning muammolarini o'rganishni boshladik. Siz esa muammoga yechim bo'la oladigan innovatsiya g'oya o'ylashni boshlang. Va Yoshlar Ventures ijtimoiy tarmoqlarini kuzatishni unutmang. Startapingiz bormi? Unda saytimizga ariza qoldiring. Xayr!